Xo'p, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga Pobeda avtomobili haqida ozgina obzor qilib beraman. 1950-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, sostoyaniya o'rtacha. Buni endi restavratsiya qilmoqchimiz. Holati o'rtacha holatda. Xo'p, balonlar o'sha Sovetni balonida turibdi. Menimcha anaqa kamerali bo'lsa kerak. Xo'p, holati mana. Buni nima qilsa bo'ladi? Buni restavratsiya qilsa bo'ladimi? Stoyitmi? Xo'p, 24 qilingan ekan, ichlari, sidenalari 24. Holati o'rtacha. Tak, xo'p. Arqa tomon ham normalni. Holati yomon emas. Holati yaxshi. Sostoyaniyasi tuzuk. Hop, mana zapaskalar, o'sha paytdagi kalpaklar turibdi, yana bir nimalar, xullas shu komplektatsiya. Yaxshi, holat ancha yaxshi. Restavratsiya qilsa bo'ladi menimcha. Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar. Restavratsiya qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Stoyit или не stoyit? Hop, ichlari yaxshi, patologlar. Ichi keng, ancha keng lekin ichlari katta ekan. Hop, oldini ham ko'rsatib o'ray. Hop, o'sha 24 da sidenalari qo'yilgan, rollar, hop, pichkalari bag'da. Hamma yo'g'i normal. Endi eshiklarni chiligrovka qilish kerak, tuda-suda ishlari bor. Hop, endi oldini ochamiz. Hop. Oldini ochamiz. Hop, mana oldini ochdik. Bu ham o'sha 400 motor, Volga 24 larda motori 400 lekin yangi qo'yilgan deb bergandi egasi menga. Motor yangi qo'yilgan, bir 30 ming ham yurmagan motor deyishgan. Bu endi qolib ketgan. Yaxshi, holati normal. Vроде бы mana bu vakuum nimaga ba'da turibdi bilmadim. Bilganlar yozib yuboringlar, shuni tushunadiganlar. Vakuum bu tormoznoydiki bu tomonda bo'lishi kerak edi, adashmasam. Xo'p, shunaqa holati shu. Endi buni restavratsiya qilmoqchiman. Shunga bir maslahat berib yuboringlar bo'lsa. O'zi sostoyaniyasi normalniy, temir 75 yillik temir. Ну, вообще baquvvat. Sostoyaniy. Ancha mehnat qilish kerak. Hop, taglari ham yaxshi. Holati o'rtacha. Buni polni yechintirib boshqatdan qilish kerak xullas. Stalinning mashinasi ancha baquvvat. Hop, do'stlar, ko'rdilaring, 75 yil bo'lgan mashina SSRda o'sha haqiqiy klassika, haqiqiy noyob avtomobillaridan bittasi shu Pobeda bo'ladi. Endi buni restavratsiya qilamiz, xudo xolasa. Albatta, podpisatsiya tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Voqealar rivojini tomosha qilib ko'rib borasizlar. E'tiborlaringiz uchun hammaga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.